birgina bag'ringizga bosib, hammasi yaxshi bo'ladi deyishingizga muhtoj ojizangizman. Siz dunyodagi eng yaxshi erkaksiz. Siz dunyodagi eng yaxshi otasiz. Va sizning ko'zlaringizda o'zimning aksimni ko'rsam baxtli bo'laman. Qalbingizni har urishida o'zimning ismimni eshitsam baxtli bo'laman. Va qachondir jahlingiz chiqqanda, qovog'ingiz o'yilganda, bilmasdan jerkib qo'ysangiz, tan olaman, xafa ham bo'laman. Ana shunday holatlarda qalbim qayerdadir og'riganda, xafa bo'lganda birgina bag'ringizga bosib, hammasi yaxshi bo'ladi deyishingizga muhtoj ayolingiz, ojizangizman. Boringizga shukur. Sizni Alloh uchun yaxshi